Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, aka opa singillarimiz. Bugun sizlarga yana bitta chiroyli sortimizni ko'rsatib tanishtirib o'tib ketaman. Bo'yi balandrog'idan, ya'ni parkiviy sortlarimizdan. Ko'rishlar mumkin, juda ham chiroyli rangda. Bo'ylari 1 metrdan oshiqroq, 1 metr atrofida bo'ladi. O'ncha holatda esa ham. Bu atirgulimizdan o'zimizga 5-6 ming dona payvand qilganmiz. Bu yil yana payvand qilyapmiz. Ko'chatlardan ko'proq keladiganlarga ham bor. Mana yana ko'rsatib o'tib ketamiz. Xudo xolasa bu gulimiz erta bahordan kech kuzgacha ochilib turadi. Gulini tashlab yubormaydi. Xudo xolasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ko'p so'raganlarga ham donaga ham qilib beraveramiz. Qolgan sortlarimizni ham bitta video qilamiz hali. Kuzatishda davom etinglar.